Sizdan donoroq podshoh ham ota bu olamda bo'lmasa kerak. Ishonching komilmi? To'g'ri, chunki mening ishonchim komil emas. Hammaga salom do'stlar. Bugungi video Marvel kino olamidagi eng sirli personajlardan biri bo'lgan Odinga bag'ishlanadi. Otalar otasi, Asgard shohi va 9 olam qo'riqchisi. Odin shubhasiz juda dono, sabr-toqatli va adolatli shoh bo'lgan, lekin uning ba'zi qilgan ishlari odamda shubha uyg'otadi. U o'zi qanchalik adolatli bo'lgan, balki u biz o'ylaganchalik yaxshi shoh emasdir, balki u kino olamidagi eng katta yovuzdir. Bu tomonlama o'ylasak, uning xiyla bilan qilgan yovuzliklari ko'z oldimizga keladi. Lekin bu hammasi emas. Yaqinda Marvel kino olami haqida kitob chiqarildi. Undagi ma'lumotlar kino olamidagi voqealar bilan mos keladi. Bu kitobga ishonadigan bo'lsak, Odin yoshligidanoq juda xudbin va shafqatsiz bo'lgan. Ko'p tomonlama Odin birinchi qismdagi Thorga o'xshash bo'lgan. Thor birinchi qismda shunchaki o'z kuchini ko'rsatish uchun hamma muzdevlarni yo'q qilmoqchi bo'lganda. O'shanda Odin dono ota sifatida Thorni to'xtatib qolganda. Lekin yoshligida Odin ham xuddi Thor kabi shafqatsiz bo'lgan. Buni sezgan Odinning otasi Byor o'z o'g'liga taxtni topshirishni xohlamagan, chunki Odin hali tayyor emas edi. Hattoki Odinning sochlariga oq tushishni boshlaganda ham Byor uni taxtga nomunosib deb hisoblagan. Natijada Odinning sabr kosasi to'lgan va u o'z otasini taxtdan ag'darmoqchi bo'lgan. Ha, bu kitobga ishonishim qiyin bo'lyapti, chunki filmlarda Odin juda dono va mehribon qilib ko'rsatilgan. Balki yoshligida shunaqa nomardliklarga ham qodir bo'lgandir. Nima bo'lganda ham Odinning otasi Byor juda kuchli bo'lgan va uni eng kuchli jangchilar himoya qilishgan. Odin o'z otasini yolg'iz yenga olmasdi. Shunda Odin otasini yengishi uchun o'z qizi Heladan foydalanmoqchi bo'lgan. Aslida hamma yosh bolalar kabi Hela ham beziyon va beg'ubor qizcha bo'lgan, lekin Odin uni haqiqiy o'lim mashinasiga aylantirgan. Helaning qanchalik kuchli ekanligini hammamiz bilamiz. Xullas, bu jangda Odinning otasi Byor mag'lub bo'lgan va Odin Asgard taxtini egallagan. Yana aytaman, bu paytda Odin juda shafqatsiz bo'lgan va shu sababli u 9 olamni ham kuch bilan o'ziga bo'ysundirgan. Hela bilan birga ular boshqa olamlardan juda ko'p oltin va boshqa resurslarni tortib olishgan. Shu bilan birga Odin cheksizlik toshlarini izlagan bo'lishi ham mumkin. Har holda bunga ishora qiluvchi belgilar juda ko'p. Lekin Odinning yoshi o'tgani sayin uning donoligi oshib borgan va u hamma qonxo'rliklarni to'xtatib, odil va oqil shoh bo'lishga qaror qilgan. Lekin bularni shundoq ham hamma biladi. Hammasi Thorning 3-filmida aytilgan, lekin men bu mavzuni yaxshilab o'rgandim va tushundimki, Odin yana ko'pgina yovuzliklarga sababchi bo'lgan ekan. To'g'risi, bolaligimda Thor haqidagi filmlarni faqatgina jang sahnalari uchun tomosha qilgan ekanman. Hozir esa bu filmlarni qaytadan tomosha qilib, ancha ko'proq ma'no topyapman. Odinning eng yaxshi tomonlaridan bittasi bu uning tinchliksevarligi. Hattoki muzdevlari Asgardga hujum qilgan paytda ham Odin urush boshlanmasligi uchun ancha harakat qilgan. Oxan rabo butun, hammasi yaxshi. Nimasi yaxshi? Ular qurol omboriga kirishgan. Yodgorliklardan birortasini o'g'irlagan bo'lganlarida Faqat harbiyga xos fikrlayapsan. bu harbiy bosqinchilik edi. Yo'q, bular adashib kelib qolgan espas muzdevlari. Qayergacha kirib kelganlarini ko'rmadingizmi? Uyni topib berkitib tashlaymiz. Mana bu haqiqiy shohning fazilati. Buning uchun Odinga katta plyus. Odin Helani haydab yuborganidan so'ng juda yaxshi amakiga aylandi. Eng muhim, unda vijdon paydo bo'ldi. Olamlar otasi. Xorxin ko'rmasan. Nega Odin Lofey bilan gaplashganda juda ehtiyotkor. Lafey, to'xtat buni. Bolakay o'zi boshladi. Sen haqsan. Bolalarcha tentaklik. Boshqa narsa emas. Ustomonsan olamlar otasi. U Lofeyga juda muloyimlik va hurmat bilan murojaat qilyapti. Buning sababi shuki, o'tmishda Odin Lofeyga juda ko'p yomonlik qilgan. Tuhmat qilib otamni nomini bulg'ama. Sen otang qotil va o'g'ri. Bundan 1000 yil avval muzdevlari yer sayyorasiga hujum qilishganda men oldin muzdevlariga past baho bergan ekanman. Ularning maqsadi shunchaki yer sayyorasini bosib olish deb o'ylagandim. Lekin endi o'ylab ko'rsam, o'shanda Odin bu sayyoraga kelishi aniq edi. Lofey sayyorani egallamoqchi bo'lmagan. Aslida u Odin bilan jang qilmoqchi bo'lgan. O'ylab ko'ring, yozda bizda harorat 40 darajadan baland. Biz issiq havoga ko'nikkan bo'lsak ham zo'rg'a chidayapmiz. Muzdevlarga bu yerda balo bormi? Lofeyga bizning sayyoramiz kerak emasdi. U Odinning e'tiborini tortish uchun bularning hammasini uyushtirgan. Lekin nega Lofey Odinni bunchalik yomon ko'rgan? Nega Lofey Odinni o'ldirish uchun boshqa millionlab begunoh odamlarni ham qurbon qilgan? Sababi bo'lishi kerak. Sababni bilish uchun Odin 9 olamni qanday bosib olganligini eslash kifoya. Hela
bilan birgalikda Odin 9 olamda va shu jumladan Jotunheimda ham ancha qon to'kkan. Demak, 1000 yil oldin Lofey Odinni yovuz bosqinchi deb hisoblagan va o'z xalqining yetakchisi sifatida xavfli bosqinchiga qarshi bosh ko'targan. Odin esa Lofeyning isyonini kuch bilan bostirgan. U ko'plab muz devlarini o'ldirgan va Lofeyning o'g'lini o'g'irlab ketgan. Bu vaziyatda mening Lofeyga rahmim keldi. U ezgulik uchun jang qilgan, o'z vatanini va 9 olamni qonxo'r bosqinchidan ozod qilmoqchi bo'lgan. Natijada o'z do'stlari va oilasidan ayrilgan. Demak, Thor filmidagi yovuz dev Lofey aslida yovuz bo'lmagan. E'tibor bering, Thor Lofeyning yoniga kelganida Lofey uni tinchgina qo'yib yubormoqchi edi. Janjalni esa Thorning o'zi boshladi. Takabburliging boshingga yetishini tushunib yetmayapsan. Men esa bilaman. Mana nima uchun Lofey Odinni o'ldirish uchun jonini xavfga qo'yishga ham tayyor. Chunki u haligacha Odinni shafqatsiz bosqinchi deb hisoblaydi va o'z oilasi uchun ham qasos olishni xohlaydi. Agar men nimanidir noto'g'ri aytgan bo'lsam, kommentariyaga buni yozing. Lofey men uchun juda qiziqarli va sirli personaj, xuddi Surtur kabi. Shu joyda men agarda multserialining 2-mavsumiga yana shikoyat qilmoqchiman. Bu multserialda Surtur xuddi jinnidek ko'rsatilgan. Filmda esa u aniq ancha aqlli va qadimiy mavjudot. U Muspelheim hukmdori, buning ustiga u Ragnarok haqida ham biladi. Shubhasiz u ancha dono bo'lgan. U haqida bizga yana nima ma'lum? U qachonlardir Odin bilan jang qilgan va mag'lub bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz va ortiqcha savol bermaymiz. Lekin menda savol bor. Bu jang qayerda bo'lgan? Ular Asgardda jang qilishganmi yoki Muspelheimdami? Shaxsan men Odin va Surturning Asgardda jang qilishganiga ishonmayman. Chunki bunaqa bo'lganida Surtur shunchaki Asgardni yo'q qilgan bo'lardi. Demak, bu jang Surturning vatanida, ya'ni Muspelheimda bo'lib o'tgan. Bu jangdan so'ng Odin mangu olovni Asgardga olib ketgan. Agar biz bu voqeaga boshqa tomondan qarasak, bu safar ham Odin yovuz bosqinchi bo'lganiga ishonch hosil qilamiz. Odin o'z xazinasiga eng katta boyliklarni jamlagan. Mangu olovni qo'lga kiritish uchun esa u Muspelheimga hujum qilgan. Muspelheim himoyachisi Surtur bor kuchi bilan Asgard qo'shiniga qarshi kurashgan, lekin Odin uni yengib, Muspelheimning milliy boyligini o'zi bilan olib ketgan. O'sha jangda Muspelheim aholisining katta qismi halok bo'lgan. Yashab qolganlar esa Asgardliklardan qo'rqib qolishgan va sayyora yuzasida emas, yer ostida yashashni boshlashgan. Chunki shunda Asgardliklardan himoyalanish oson bo'ladi. Bunday katta yo'qotishdan keyin so'ng Surtur Asgardni yo'q qilishga ont ichgan. Hattoki o'z jonini qurbon qilsa ham, u albatta yovuz bosqinchilar olamini yo'q qiladi. Albatta keyinchalik Odin yaxshi ishlar qilishni boshlagan, Helani haydab yuborgan, bosqinchilikni to'xtatgan, 9 olamni himoyalashni boshlagan. Katta ehtimol bilan Surtur bu haqida eshitgan, lekin baribir Odinni o'ldirishni xohlagan. Bu vaziyatda uni tushunsa bo'ladi. Agar Odin sizning uyingizga kelib hamma yoqni vayron qilsa, mahalladoshlaringizni ko'pini o'ldirsa va siz uchun qimmatli bo'lgan hamma narsani o'g'irlab ketsa-yu, keyinchalik yaxshi odamga aylanib qolsa, siz Odinni kechira olarmidingiz? Men kechira olmasdim. Surturning o'rnida bo'lganimda men Odinning yaxshi bo'lib qolganligiga ishonmasdim ham. Balki u hammani aldayotgandir, aktyorlik qilayotgandir. Xo'p, mayli. Qizini haydab yuboribdi. Mayli 9 olamdan keyin 10, 11, 12 olamga hujum qilmabdi. Lekin u bizga mangu olovni qaytardimi? Yo'q. Muspelheimga yetkazgan moddiy zararni qopladimi? Yo'q. Bir og'iz kechirim so'radimi? Menimcha yo'q. Chunki hamma Surturni o'lgan deb hisoblagan. Xullas, uning o'rnida bo'lganimda men ham Asgard yuragiga qilich sanchgan bo'lardim. Surtur ham o'z vatandoshlari uchun qasos oldi. O'zi halok bo'lgan bo'lsa-da, o'z hayotining so'nggi soniyalarida juda xursand edi. U nafaqat qasos oldi, balki butun koinotni Asgardliklardan qutqardi. Albatta o'zining fikri bo'yicha. Aslida esa Asgardliklar mehribon va tinchliksevar xalq. Odin ham aslida Surtur o'ylagani kabi yovuz bo'lmagan. Har holda keksayganida u bosqinchilikni to'liq to'xtatganda va 9 olamni himoya qilayotgandi. Shoshmachi, u o'zi chindan ham 9 olamni himoya qilayotganmidi? Keling 9 olamni sanab chiqamiz. Bular Jotunheim, Muspelheim, Vanaheim, Svartalheim, Alfheim, Nilheim, Nidavellir, Midgard va Asgard. Jotunheim va Muspelheim haqida ancha gapirdik. Asgard ularni himoya qilayotgani yo'q. Aksincha, ular Asgarddan himoyalanishga harakat qilishyapti. Bu ikki olam o'tmishda Asgard tufayli ko'p azob chekishgan. Hozir esa har zamonda bitta bo'lg'ali tillasoch keladi-da, seni va odamlaringni masxara qilishni boshlaydi.
Qayoqda ular? Berkinib olishgan. Qo'rqoqlar har doim berkinadi. Shunchalik nimjonmisizlar? Boyni bolasi, hech nima deya olmaysan. Sal jahlini chiqarsang, bunaqa bolalar Kamala ko'prigi bilan qolgan do'stlaringni ham o'ldirishlari mumkin. Shuning uchun bu bolalarni hamma gapiga chidab turishga majbursan. Oxirida esa Torning o'zi janjalni boshlaydi va hamma yoqni vayron qiladi. Omading kelsa tirik qolasan, lekin omading kelmasligi ham mumkin. Shu ham hayotmi? Xullas, Yutunhem va Muspelhem himoyalanayotgani yo'q. Demak, 7 ta olam qoldi. Endi esa Nidavellir. Bu olamni chindan ham himoya qilishgan. Albatta, Loki shoh bo'lgan paytda Thanos hamma gnomlarni o'ldirgan, lekin Odinning paytida gnomlar chindan ham himoya qilingan. Evaziga gnomlar Odin uchun qurollar yasashgan. Odin taxtda o'tirganida Nidavellirga hech kim hujum qilmagan. Odinga yana bitta plyus. Alfheim hech qaysi filmda bizga ko'rsatilmagan, lekin Thanos Titan Consummate kitobida yosh Thanos Alfheimga kelib qolgani, u yerda askarliklarga duch kelgani va ulardan ovqat o'g'irlagani yozilgan. Aslida bu kitob keyinchalik kino olamdan chiqarib tashlandi, lekin undagi ko'p detallar kino olam bilan mos tushadi. Agar bu kitobga ishonadigan bo'lsak, askarliklar tez-tez Alfheimga kelib turishgan. Demak, Alfheim ham himoya ostida bo'lgan. Lekin bitta muammo, askarliklar Alfheimga faqatgina bayram qilish uchun kelishgan. O'ylab ko'raylik, agar yosh Thanos o'sha davrda Alfheimga kela olgan bo'lsa, demak boshqalar ham kelishi mumkin bo'lgan. Askarliklar esa unchalik ko'p bo'lishmagan. Demak, ular hech qanaqasiga Alfheimni himoya qilishmagan. Ular faqatgina bayram qilishgan, ovqatlanishgan va o'zlari bilan ancha ovqatni olib ketishgan. Alfheim aholisi esa askarliklar qaytgunicha yana ovqat g'amlashlari kerak bo'lgan. Chunki keyingi safar askarliklar uchib kelishganida ovqat kamlik qilsa, ancha muammo bo'lishi mumkin edi. Bir dunyo sendvich yeb, qornim to'ymadi dedi-ya. Ichimlik zo'r ekan. Rostdan ham juda mazali-ya. Yana olib kel. Lizi, kechirasan. Bu nima qilganing? Yana olib kelsin. Shunday desang bo'ladi-ku. Shunday dedim-ku. Odob bilan so'rash kerak. Men unga hurmat ko'rsatdim. Xulosa qilsak, Alfheim ham himoya qilinmagan. Vanaheim ham ko'p tomonlama Alfheimga o'xshab ketadi. Lekin Thor 2 filmida Vanaheimni qo'zg'olon bo'layotgan edi. Thor kelib hammani tinchlantirdi va ancha odamning hayotini saqlab qoldi. Albatta, Thor bu jangni o'yinga aylantirib yubordi va jangni avvalroq tugatishi mumkin edi. Lekin baribir muhimi Thor odamlarni qutqardi. Xullas, Vanaheim chindan ham himoya qilingan. Endi esa Midgard yoki boshqacha aytganda Yer. Bizning sayyoramiz Thorning eng sevimli sayyorasi, lekin Odin bu olamga qanday qaragan? Albatta, Odin Yerni muz devlaridan qutqarib qolgan, lekin u chindan ham odamlarni himoyalagani kelganmi? Chunki Odin kelgunicha ancha vaqt o'tdi va ancha odamlar halok bo'lishdi. Balki Odin shunchaki isyonni bostirgani kelgandir, yoki Lofening muzli ohangrabosini olib qo'ymoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Muspelheimdan mangu olovni olib qo'ygan Odin Lofening muzlatkichini ham xazinasiga bezatib qo'ydi. Shundan keyin Odin yozda issiqdan qiynalmagan. Endi esa Kapitan Marvel filmi voqealarini eslang. Hoynaxol Heimdall bu paytda qandaydir sabablarga ko'ra postni tark etishga majbur bo'lgan. Avvaliga Yerga Skrulllar kelishdi, keyin esa Kreya jangchilari, oxirida esa Ronan sayyoraga ballistik raketa otdi. Kapitan Marvel filmining boshida xuddi shunaqa raketa sayyora yuzasini to'liq vayron qila olishini ko'rdik. Demak, agar Kapitan Marvel bo'lmaganida Midgard yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Asgard bu olamni ham himoya qilmagan. Thorning 2-filmida biz Svartalheimni ko'rdik va tushundikki, u yerda ko'radigan narsaning o'zi yo'q. Svartalheim 1000 yillar avval vayron qilingan kimsasiz olam. Bu sayyorada himoya qilinadigan odamning o'zi yo'q. Hattoki o'simliklar ham o'smaydi. Hayot yo'q. Nilheimda ham xuddi shunday. U yerda ham hayot yo'q. Yana bilmadim. Balki Odin Nilheimga Helani qamab qo'yishdan oldin bu olamda ham hayot mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir hayot yo'qligi aniq. Demak, Odin aslida 9 olamni emas, 3 ta olamni himoya qilgan ekan. Bular Asgard, Vanaheim va Nidavellir. Shunda ham Odin bu ishni tekinga qilmagan. Vanaheim Asgardga har xil resurslarni yetkazib turgan, oziq-ovqat va shunga o'xshash. Nidavellir esa Odin uchun qurol yasagan. Endi Odin menga unchalik oliyjanob tuyulmayapti. U xasta. U oddiy odam. Xastalik ular uchun oddiy hol. Tabiblarimiz uni davolayapti. Yo'q, Asgard bundaylar uchun emas. Axir ichki ziyofatga bormaydi-ku. Ichiga nimadir kirib olgan. Men bilmagan narsa. Uni olamida tabib va doktorlar to'lib yotibdi. Soqchilar, uni Midgardga qaytaring. Hattoki keksayganidan keyin ham u odamlarning hayotini unchalik qadrlamagan. Ko'p asrlar qon to'kildi, biroq otam bor, g'alaba qozondi. 1000 yillar tinchlik hukmron bo'ldi. Buni qanday uddaladi?
U barchasini o'ldirdi. Men bundan faxrlanaman. Ich-ichidan u haligacha o'sha xudbin jangchi, lekin eng yomoni Odin o'tmishda qilgan yovuzliklarini bo'yniga olish o'rniga hammasini yashirish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilgan. U Lafeyga qilgan yomonliklarini hech kimga aytmagan, toki Lokining o'zi buni bilib qolmaganicha. O'tmishda Muspelheimga nima uchun hujum qilganini ham hech kimga aytmagan, chunki aks holda hamma o'tmishda Odin va Hela nimalar qilishganligini bilib qolgan bo'lardi. Va eng muhimi Hela, Odin o'z qizining mavjudligini hammadan yashirib kelgan. Hela juda xavfli edi. Agar u qachonlardir Asgardga qaytsa hech kim uni to'xtata olmasligi aniq edi. Odin esa o'g'illarini ogohlantirish va shu kunga tayyorlash o'rniga hammasini sir tutgan. Bunga sabab Odinning yovuz o'tmishi. Agar Odin Thorga opasi haqida aytganida, Thor albatta Odinning o'tmishdagi qonxo'rliklari haqida ham bilib qolgan bo'lardi. Odin o'z obro'sini o'ylab o'tmishi haqidagi hamma narsani ko'zdan pana qilgan. Helani ushlab turish uchun esa Odin valkiriyalarini jo'natgan. Natijada ularning hammasi halok bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Odin chindan ham valkiriyalar Helani yenga oladi deb o'ylaganmi? Albatta ularda umuman imkoniyat bo'lmagan. Hela ularni o'ldirishi aniq edi. Odin ularning o'lishini bilib turib Helaning yoniga jo'natgan. Mo'jiza sababli ulardan bittasi omon qolgan va tabiiyki Odinni yomon ko'rib qolgan. Oilaviy mojarolaringizga yana aralashishni istamayman. Qanday mojarolar? Opayni aytyapman. Odin uni boshqara olmay qolgach, Hela hammani yo'qotib, taxtni egallashga urindi. Shu bois Odin bizni unga qarshi jo'natdi. Taxtga ishonganim uchun unga qarshi kurashdim. Keyin bundan qattiq afsus chekdim. Asgard nurab ketgan. Sirlar, fitnalar, ko'zbo'yamachiliklar. Valkiriyaning hamma yaqinlari dahshatli o'lim topishgan. Ularning jasadlari esa buyuk jangchilarga munosib dafn qilinmagan. Shunchaki Nilheimdagi tog'u toshlar orasida qolib ketishgan. Bularning hammasi Odinning xudbinligi sababli. U o'z o'tmishini bo'yniga olmagani sababli valkiriyalar bor yo'g'idan ayrildi. Bu vaziyatda aybning bir qismini Helaning bo'yniga ilishimiz mumkin. Lekin Hela ham Odinning qizi. Hela doim ham yovuz bo'lmagan. Aynan Odin Helani bunchalik shafqatsiz qilib o'stirgan. Agar bolaga umuman mehr berilmasa, u katta bo'lganida juda sovuqqon bo'lishi tabiiy. Odin esa Helani avvaliga Bjornni o'ldirish uchun, keyinchalik esa 9 olamni bosib olish uchun ishlatdi. Hela butun umri davomida Odinning buyrug'i bilan shafqatsiz ishlar qilgan. Kichkina qizcha bo'lgan paytida Hela bularning hammasini yovuzlik deb hisoblagan. Lekin Odin shunday qilish kerak degani uchun Hela bu ishlarni qilgan. Chunki Hela Odinga ishongan. Olamlarni qonga cho'ktirayotgan paytda ham Hela o'z otasiga ishongan. Lekin Hela katta bo'lgani sayin kuchi oshib borgan va Odin uni nazorat qila olmay qolgan. Buning ustiga Odin u yog'iga yaxshi amakiga aylanmoqchi bo'lgan. Hela esa Odinning qonli yovuz o'tmishi hosilasi edi. Shunda Helaning ishongan otasi uni haydagan va Helani eslatuvchi hamma narsani yo'q qilgan. Ota, kim u o'zi? O'lim ma'budasi. Uning nafsi kuchayib ketdi. Oqibatda qamab qo'ydim. Yo'q. U Asgard saltanati uchun yaratgan qurol. Menman. Odin bilan birga birin-ketin olamlarni ko'z yoshi va qonga g'arq qilardik. Shunchaki uni yaxshi bilmaysan. Hukmim kuchayib ketgach, u meni haydadi. Xuddi yovvoyi hayvondek qafasga qamadi. Meni hech kim eslamaydi. Aslzodalarning ziyofatlari va bayramlar. Odin, erishganlarimning mag'rur hukmdori. Hamma yoqda yolg'on. Fenrir azizim, seni ne ko'yga solishdi? Bu dunyoda hech kim 100%ga yomon yoki yaxshi bo'la olmaydi. Ha, men Helani vaziyat qurboni deb hisoblashni o'zim xohlayman. Tan olaman, men Helani oqlamoqchi bo'lyapman, lekin o'ylab ko'ring, 1500 yil
kimsasiz sayyorada, oilasidan uzoqda, aslida undan ham battar. Chunki Xelaning oilasi undan voz kechishdi. 15 asr davomida bu qiz o'z hayotini jonsiz toshlarga so'zlab, bitta savolga javob qidirgan. U nimani xato qildi? Balki u otasini yaxshi odamga aylanishiga yo'l qo'ymasligi kerakmidi? Balki u ozgina kuchsiz bo'lganida otasi uni xavfli deb hisoblamasmidi? Balki aksincha, otasi uni yanada kuchli bo'lishini xohlagan-u, Xela buni uddalay olmagandir. Balki u otasiga yetarlicha sadoqatli bo'lmagandir, yoki aksincha, bolaligidayoq otasiga bo'ysunmagani yaxshimidi? Lekin o'shanda unda tanlov bormidi? Lekin bu eng yomoni emas. Batmanning dushmani Bane aytganidek, eng katta og'riqqa sabab bu umid. Xela har kuni Odin uni qaytarishiga umid qilgan. Har kuni Xela otasi uni kechirishiga umid qilib yashagan. Go'yoki ertaga tongda Odin uning yoniga keladi-yu, uni uyiga olib ketadi. Aniq shu safar ertangi tongda otasi uning yoniga qaytadi. Xela mana shu ertangi tongni 1500 yil kutdi. Bunaqa azob har kimni ham yovuzga aylantira oladi. Ayniqsa otasi uni o'ldirish uchun valkiriyalarni jo'natganida Xelaning ko'zi to'liq ochildi. Uyda uni hech kim kutayotgani yo'q. Shundan so'ng u otasi o'rgatgan ishni qilgan. U hammani o'ldirgan, hamma valkiriyalarni. Odin o'lganida Xela nihoyat qamoqdan ozod bo'ldi. Bu paytga kelib uning qalbida ezgulik uchquni deyarli o'chgandi. Lekin shunga qaramay u yana umid qildi. Uni yaxshi kutib olishlariga umid qildi. Lekin uni Odinning o'g'illari jahldor yuz ifodasi bilan kutib olishdi. Xela muloyim gapirishga harakat qildi. Demak, ketishga ulguribdi-da. Afsus, xayrlashishga ulgurmadim. Xela bo'lsangiz kerak-a? Mana shu joyda Xela tamom bo'ldi. Xela Asgard uchun o'z hayotini qurbon qilgandi. U haqida hamma bilishi kerak edi. Thor esa uni tanimasligini aytdi. Lekin shunda ham Xela vaziyatni yumshatish uchun hazil qilmoqchi bo'ldi. Men Odinning o'g'li Thorman. Yo'q. Zarracha ham o'xshamayapsan. Balki siz bilan kelishib olarmiz. Mana bunisi o'xshayapti. Hazildan keyin ham bu ikkalasini basharasi o'zgarmagach, Tiz cho'k. Tushunmadim. men Asgard qonunlarini yaxshi tushunmayman, lekin menimcha Xela Odinning katta farzandi. Demak, u qonuniy qirolicha va uning ukalari, ya'ni shahzodalar unga tiz cho'kishi kerak. Bu uni haqqi. Xela hozircha o'z haqqini talab qilyapti. Loki esa hurmatsizlik qilyapti. Tushunmadim. Keyin esa Thor Xelaga bolg'ani otdi. Bekorlarni aytibsiz. Janjalni Xela boshlagani yo'q. Shundan keyingina Xela Odinning o'g'illari xuddi Odin kabi xudbin ekanligini tushundi. Chunki ular Asgard taxti uchun o'z opasini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shunda Xela uzoq vaqt yig'ilib kelgan g'azabini Odinning o'g'illariga ko'rsatdi. Asgardga kelganida esa uni yana tanishmadi. Kimsan? Nima qil? Xela Thorning do'stlarini o'ldirdi, chunki ular Xelaga hujum qilmoqchi bo'lishdi. Skorch esa Xeladan qo'rqib unga hujum qilmadi. Men tozalovchiman. Aqlli yigitga o'xshaysan. Kuch kim tarafda ekanligini bilasan. O'ylab ko'ring, Xelaga Skorchning nima keragi bor? Ko'zi qonga to'lib turgan Xela uni o'ldirishi ham mumkin edi, lekin bunday qilmadi. Chunki Xela haligacha mehrga muhtoj qiz. Oxirgi 15 asrda Xela birinchi marta uni o'ldirmoqchi bo'lmagan odamga duch keldi. Qolganlarning hammasi, Odin, Valkiriyalar, Thor va uning do'stlari, hammasi Xelani o'ldirishni xohlashdi. Lekin bu odam Xelaga hurmat bilan gapirgan birinchi odam bo'ldi. Asgard hukmdorining oddiy tozalovchini o'ziga yordamchi qilib olganligini boshqachasiga tushuntirib bo'lmaydi. O'zing haqingda gapirchi. Otam g'isht teruvchi edi. Oyim esa Yo'q, buni so'ramayapman. Nimalarga intilasan? Xela unga muloyimlik va ehtiyotkorlik bilan muomala qildi. Buni tushunsa bo'ladi, chunki Xela umrida birinchi marta o'zi ishonishi mumkin bo'lgan odamga duch keldi. Afsuski, oxir oqibatda u ham Xelani sotdi. Xelaga achinsa arziydi. U mutlaqo yolg'iz. Thor Asgardga qaytib yana Xela bilan uchrashgan sahnaga e'tibor bering. O'tgan safar Thor Xelani o'ldirmoqchi bo'lgandi, lekin Xela negadir yana Thor bilan muloyim gaplasha boshladi. Bundan tashqari bu paytda Xelaning ko'zlarida chuqur qayg'u va hatto qo'rquvni ko'rish mumkin. Lekin nega? Xela nimadan qo'rqishi mumkin? Gap shundaki, Thor opasini o'ldirish uchun Xelaning yoniga qaytdi. Odin esa qaytmagandi. Xela Odinni 1500 yil kutgan, lekin Odin obro'sini yo'qotishdan qo'rqib qizining yoniga qaytmagan. Thor
esa o'limdan ham qo'rqmasdan Xelaning yoniga qaytdi. To'g'ri, Xelani o'ldirish uchun qaytdi, lekin nima bo'lganda ham u o'limdan ham qo'rqmadi. Shunda Xela o'z ukasining Odinga o'xshamasligini tushundi. Shuning uchun u birdaniga jangni boshlamadi. Uning ukasi bilan gaplashib olgisi keldi. Qisqa vaqtga bo'lsa-da, u ukasiga qarab opalik baxtini his qildi. Hattoki jang boshlanganidan keyin ham menimcha Xela ukasiga qarshi bor kuchini ishlatmadi. Men Xelaga achinaman. U hayotini Asgardga bag'ishladi, natijada esa Asgard unga qarshi chiqdi. Xela esa mana shu Asgardni himoya qilish uchun jonini qurbon qildi. Mana shu voqealarning hech qaysisi sodir bo'lmasligi mumkin edi. Agar Odin o'tmishda qilgan yovuzliklarni bo'yniga olib, Xelani olib qolganida, shunda bu balolar sodir bo'lmasdi. Xela ham baxtli yashashi mumkin edi. Asosiy mavzuga qaytamiz. Odin yaxshi odammi? U bosqinchilikdan voz kechdi, lekin o'tmishi uchun jazo olmadi. U qo'rqdi, u qo'rqoqlik qildi, lekin vijdon azobi uni doim qiynab kelgan. Agar Thorning 3 ta filmini diqqat bilan kuzatsangiz, Odin bularning hammasini Thorga aytmoqchidek ko'ringan sahnalar ko'p. Lekin Odin bularni aytmaganiga sabab faqatgina obro'sini yo'qotish emas, u o'g'illarining yuzini yerga qaratgisi kelmagan. Odin o'g'illari uni yaxshi odam deb hisoblashlarini xohlagan. Odin bu ish bilan ularni tarbiyalamoqchi bo'lgan, lekin Odin sababli qanchadan qancha odam halok bo'lishdi. To'g'risi men hali ham ikkilanyapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Odin yaxshi odammi yoki yovuzmi? Fikringizni kommentariyaga yozing. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib keting. Bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.